Optik liniyada muammo bormi? Qayerda bukilgan, qayerda uzilish bor bilmoqchimisiz? Demak, sizga Pixitech'ning optik reflektometri OTDR01 kerak. Bu mustahkam korpusga ega professional reflektometr. Qurilmada optik kabel uchun razyon, lazer chiqish razyoni, USB port hamda quvvatlash porti bor. Old qismida sensorli suyuq kristalli ekran hamda boshqaruv tugmalari joylashgan. Qurilmani yoqqanimizdan keyin sozlamalarga kirib, preset o'rnatishimiz va saqlashimiz mumkin. Qurilmada yana fayllarni ko'rish, reflektometrni sozlash mumkin. Kabel bukilgan joyini aniqlash uchun lazer yoqiladi. Buning uchun VFL tugmasini bosib ushlab turamiz. Qizil lazer yonadi, keyingi bosish o'chib yonishni faollashtiradi. Yana bitta bossak lazer o'chadi. Reflektometr tahlilini boshlash uchun OTTR tugmasini bosamiz va u masofani o'lchash hamda bukilish yoki signalni yusaygan nuqtalarni aniqlay oladi. Tugmalar yoki sensor ekran orqali menyuda harakat qilish mumkin. OTDR01 bu optik liniyani sinovdan o'tkazish uchun ishonchli, zamonaviy va aniq yechim. Buyurtma berish uchun hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling, mutaxassislarimiz sizga to'liq ma'lumot berishadi.